Xo'sh, assalomu alaykum. Hurmatli kuryerlar. Tak, bitta yangi yangiligim bor. Xo'sh, biza anaqa edi. Mana proyektimiz bo'yicha menga yordam bermoqchi bo'lgan gaplashyotgandim. Hal bo'ldi. Bilasizlar, Xalq demokratik partiyasi bizani kuryerlarni yonini olib, juda katta ishlar qilgan. Juda yaxshi bilasizlar, internetlarda faqat shu Xalq demokratik partiyasi olishdi bizani kuryerlar uchun. Shuning uchun men ularga murojaat qilgandim. Shu ulardan Sattor Umidjon Akram o'g'li, mana rais o'rinbosari Xalq demokratik partiyasini birinchi zami bo'ladi-da shunda. Xo'sh, shu odam bilan gaplashuvdim. Bizani partiyamizni, bizani profsoyuzimizni, tashkilotimizni qo'llab-quvvatlaydigan, muammolarga yordam beradigan, har xil hujjatlar, yuridik muammolarda podдержка berishga gaplashuvdim men. Xo'p deganda, endi anaqa xo'p deb konkret anaqa bo'lmadi, lekin gaplashuvdim. Lekin yordam berishadi. Nima desa bo'ladi? Anaqa qilmaydi, отказ qilmaydi, chunki ularga ham endi nima deydi? Nimadir qilgan ochko kerak-ku, shunga harakat qilishadi-da. Bu siyosiy partiyalar shu-ku o'zi ahvol. Endi hozir bundan kuchlirog'ini topdim. Juda ham kuchli, haqiqatda kuchli odam. Xudo xolasa u odam bilan gaplashib, ularni anaqasiga nima xohlaydi, bizga nima yordam beradi, evaziga nima oladi, hammasini so'rab surishtirib, gaplashib, kelishib, shu bilan men javob berishim kerak. Ozgina vaqt o'tishi kerak. U ham o'ylasin, biz ham o'ylaylik. Hali hech kim anaqa qilmadim. Men faqat hozir videolarni tayyorlayapman. Sekin bitta ko'rasizlar videoni, ko'rib, shunga keyin birinchi 10talikni yig'ib olsak, gaplashib, maslahatlashib, o'zimizni hozir birinchi tashkilotda rukovodящий органni nima deydi? Boshqaruv tizimidagi odamlarni yig'sak, hozir 10 kishi menga kerak. 10 kishi millatchilik yoki mahallichilik boshqa ajratish emas. 10 ta odam menga hozir birinchi anaqada boshlang'ich anaqada 10 ta Toshkentlik bo'lish kerak. Toshkent oblast mana bu yaqin joy. Nimaga buni bunaqa deyapman? Men yo'q qishloqdan yo anaqa demadim. Nimaga deyotgan sababim, bu yerda har doim Toshkentda bo'ladigan odam bo'lish kerak. Toshkentda har doim nima deydi? Доступный odam bo'lish kerak-da. Любой время chaqirib anaqa. Misol uchun hozir rukovodящий o'ringa qishloqdan, oblastdan boshqa odamlarni qo'ysak, yig'sam misol uchun, ular ketib qolishi bor, to'yi bor, boshqasi, oilasi bor, bola chaqasi bor. Bu yerda anaqa bo'lib qolish kerak emas, cho'loq bo'lib qolish kerak emas profsoyuz tashkilotimizga. Shuning uchun birinchi 10talikka ham Toshkentlik bo'ladi, ikkinchi 10talikda ham Toshkentliklar bo'ladi. Shu maqsadda mening anaqam hech qanaqam yo'q. Faqat shu Toshkentda tez topib, tez gaplashib, tez masalalarni hal qiladigan odam bo'lish kerak. Xo'sh, sizlardan iltimosim anaqam, murojaatim, bizaga menga safdoshlar 10 kishi, aqlli, o'zini bosib olgan, nima deydi? Krutoy nima desa, topqir, chaqqon, muammolarni tez hal qiladigan, yaxshi anaqada mutaxassis kerak. Bizda boshqaruvda kuchli nagruzka yomon bo'ladi. Men o'zim Moskvada aytdim, firmam bor deb. 70 tagacha odam ishlatganman.
bu odamlarni javobgarligini olish, bu anaqa bu odamlarga bosh bo'lish shunchaki bu boshliq bo'ldi degan yoki anaqa bo'ldi degan shunchaki narsa emas bu. Bu odamlarni boshqarish, odamlarni tepasida turish, bu anaqa o'ziga yarasha mas'uliyati bor, o'ziga yarasha og'irlik, yuklari bor. Judayam qiyin, moralniy ezilasizlar. Shuning uchun men qiyin ish bu boshliq bo'lish ham oson emas. Nima, mana bu prezident bo'ldi yo boshqa bo'ldi deydi-ku. Prezident zo'r narsa emas u prezident bo'lish. Prezident bo'lish, bu 40 million odamga javobgar bo'lish. Buning ichida qancha mutlari bor, qancha anaqalari bor. O'shaning uchun boshliq bo'lish u kayf beradigan narsa emas, u arzimagan, uning kayfi u arzimagan narsa. O'shaning uchun rukovodитель mana shu boshqaruv tizimida bizda aqlli odamlar bo'lishi kerak. Yaxshi, kuchli, o'shanga anaqa qiladigan psixologik tayyor bo'lgan odamlarni yig'ishim kerak. Gaplashaman. Keyin mayli opitlarni sekin-sekin oshirib olaveradi. Qisqasi 10 ta normalniy bolalarni yig'inglar, gaplashinglar, tanish bilishinglarni menda hozir bitta bor, yana 2 ta 3 tasini yig'amiz. Yig'ib bolalar bilan gaplashib, kuryerlar mana shu oldin aytganimdek, biza kuryer bo'lib, vaqtincha kuryer bo'lib yuramiz. Bizning tashkilotimiz asosiy maqsadi kuryerlik yo'nalishida kuryerlarga podдержка berish, to'g'ri. Hamma u tadbirkor bo'lib, hamma biznesmen bo'lib, hamma boshliq bo'la olmaydi. Kimdir ishlash kerak, lekin tashkilotimizdagi asosiy odamlarni aqlli, keyin nima deydi? Talanti borlarni ishlarini biznesga qo'yib, mashinaga yo'nalishlarni qilib, ayna qilib rivojlantirishga harakat qilamiz. O'shaning uchun shu maqsadim shu. Qolganlar endi shu u yoqdagilarni o'sha biz sharoitini yaxshilaymiz, например, muammolarni hal qilamiz. Oldingi qatordagi birinchi, ikkinchi qatorda обязательно bizneslar bilan shug'ullanish kerak. Chunki pul bu asosiy narsa. O'sha kuryerlikda o'zimizni tiklab olish uchun, boshini aniq qilish uchun mana shu yuridik anaqada. Lekin juda ko'p harakat qilamiz, juda ko'pchilikni mana shu biznes yo'nalishida boshqa ishlab chiqarishlarni kuchi. Qancha odamlar tadbirkorlik qilyapti. Qilsa bo'ladi, просто mayli javona hammasi gigant bo'lish kerak emas. Hammasida masalan kichkina ishlab chiqarishlar bo'ladi. Xudo xolos o'zini anaqasiga qarab, o'zini talantiga qarab bo'lib yo'nalishlarni qilib beraveramiz. Lekin bu kuryerlikda bizning o'zimiz yo'nalishimiz bo'ladi. Yengiganlar, anaqa qilganlar, shularga podдержка berib turamiz, anaqa qilamiz. Keyin yana boshqa masalalar bor, ularni keyin yana sekin-sekin gaplashaveramiz. Asosan o'sha nohaqliklarga qarshi shu nohaqliklardan yana bittasi Toshkentda juda ko'p domlar 80% pastli, 5 etajli. 5 etajli domlarga hammasida lift yo'q. O'sha 5 etajdan tepasi 8-9 etajli, 12 etajlikda bor. Ularning hammasi ko'pchiligida kalt, bir balo chiqib moshoruvlar. Qisqasi, o'sha 5 etajli bo'lgan domlarni hammasini bizani birinchi tashkilotimiz bo'lgandan keyin birinchi bu shug'ullanadigan masalamiz chiqqan klientni telefon qiladi, kuryer eshigining tagida podyezdda o'zida turib kutib oladi. Yukini qo'lini, ovqatini qo'liga beradi, pastga tushadi kerak bo'lsa. Yo'q bo'lmadan chiqadi, o'sha 5-etajgami, 3-etajgami chiqadi. Chiqqandan keyin qo'liga chayvisini bersin. 5 mingmi, 10 mingmi choy chaqasini bersin. Chiqqaniga. Mana bitta sizlarga nohaqlik. Mashina shuni men yo'lga qo'yaman, xudo xolasa.
Har bitta kuryerni chiqqaniga yarasha haqqini olish. Chayvi. Undan keyin mana bu xo'jaka, ablah xo'jakalar, yo'ldagi xo'jakalar izdivatsiya qilib, signal chalib, yo'ldan yo'l ber, unaqa qil, bunaqa qil deydigan. Har xil muammolar bor. Mana shunga o'xshagan narsalarning hammasini yuridik anaqa bu holatda yechishimiz kerak. Birlashgan holatda. Birlashish uchun pul kerak bo'ladi. Pulni topish uchun tadbirkorlik qilish kerak bo'ladi. Tadbirkorlik qilib, bo'ldi biza o'zimiz qonimiz to'ydi, bo'ldi ishimiz qolgan bilan ishi bo'lmaydi deyishmas. Aynan har bitta eng oxirdagi yangi kelgan kuryerni bo'lsa ham qabul qilganimizdan keyin o'shani muammosini har bittamiz hal qilamiz, gaplashamiz. Nima muammo deydi? Nima o'sha har bittasi hammasi bilan gaplashib, hammasini muammosini hal qilib beramiz. Chunki ular mana shu tashkilotga qo'shilgan har bittamiz har bitta anaqa shunchaki tashkilotga a'zo bo'lib anaqa qilish yo'q. Aka, uka, qiz bola bo'lsa opa singil bo'lamiz. Tashkilotimizning maqsadi shu. Men shaxsan maqsadim shu. Birlashganda ham yaqin qarindoshdan ham a'lo aka uka bo'lamiz, xudo xolasa. O'shaning uchun birlashgan o'zar, birlashmagan to'zar deydi-ku. Bir yosh katta odamni anaqasini ko'rdim-da, men videosini ko'rib qoldim qayerdadir. Hayotimda eng noto'g'ri qilgan narsa nima dedi? 6 ta narsani qilish kerak hayotda dedi. Juda kerakli bo'ladigan narsa. O'shalardan bittasi hamkorlik dedi. Hamkorlik mana shunaqa birlashish. Boshqa narsalarni ham aytdi. Menga yoqqan narsasi mana hamkorlik. Hamma bilan hamkorlik qilamiz. Hamkorlikda ishlab, hamkorlikda birgalikda masalalarni hal qilib, birgalikda hamma muammolarni yechamiz. Yechganda ham radnoy aka-ukaday bo'lamiz, kerak bo'lsa. Undan ham kuchliroq bo'lib unaqa qilamiz. O'shani o'ylab, shuni planlashtirib, o'shanga tayyor bo'lib, psixologik tayyor bo'lib qo'shilinglar anaqamizga, tashkilotimizga. Hammanglarga rahmat, xush kelibsizlar.